Xudoni o'zi kechirsin-ku, lekin shunaqa ham urib pishak bo'ladimi? Shu chiroyimizga shunaqa sharoit. Tushunishlaringiz uchun bu qasrini ichishi uchun filtrlangan suvlar u ko'nglinni choq qilish uchun mana shunaqa xomechoklarni olib kelib qo'ygan. Boshqa pishaklarga klientimda allergiyasi bor. Bu pishakda plyus tomonlari juni to'kilmaydi. 4 etajni qilib yana bitta uyi bor, uni videoga olish вообще esimdan chiqib ketibdi. Klientimda 10 yoshli qizchasi shifonerdagi bor kiyimlarini chiqarib, menga xat yozib ketibdi. Iltimos taxlab bering deb. Chiroyli qilib kiyimlarini kravat ustiga qo'yib qo'ydimda, обратный xatcha yozdim mana. Iltimos o'zing taxlashni o'rgan. Axir bu tonna kiyimni taxlashga 2 soat rovna vaqtim ketadi-da. Yana keyin qadriga yetmaydi. O'tgan safar taxlab ketgandim, bir haftadan keyin kelsam yana shunaqa bo'lib yotibdi. Peshonasidan terlari oqib, kiyimlarini o'zi taxlasa, ikkinchi shu ahvolga olib kelmaydi-da kiyimlarini keyin. Bekordan bekor emas ekanda, qancha sharoiting bo'lsin, shuncha erinchoq bo'lasan deydi. Voydod, suv bu uringlar menga, buni joyiga netchi pishakdi. Ikkinchi pishagi bilmayman, cho'ta ko'rinmadi. Ikkalasi g'ijja urishib, mana shunaqa hamma joyida qumini chiqarib tashlaydi-da keyin bular. Klientimda uyi esa rosa katta, 150 kvadrat. Men bilan esa umuman zerikmaysizlar. Like, подписка bosib qo'yinglar.